Xudo xolasa tarozilar elektron ravishga o'tadigan bo'lsa, ya'ni elektron tartibda ishlaydigan bo'lsa, katta Isuzu'ga qaraganda bizning mashinamiz, kichkina Isuzu'ni даже gapirmayman, katta Isuzu'ga qaraganda даже bizning mashinamiz effekti yaxshiroq bo'ladi. Nimaga desangiz, imенно mana shu Tiger V modellarining resorlari, ramalari usulini, ya'ni 10 tonna yukka mo'ljallangan. Pasportida 7 tonna yozilyapti. Bu degani уже 10 tonna yuk ortib, siz taroziga chiqmasdan yuraverasiz. Barchangizga ma'lum, hozirgi kunda N2, ya'ni shu seriyadagi mashinalar taroziga chiqmaydi. N3 seriyadagilar chiqadi, ya'ni katta Isuzu va unga o'xshagan yuk mashinalari. Ya'ni nima demoqchiman? Imенно mana shu turdagi mashinaga 10 tonna yukni ortib, taroziga chiqmagan holatda o'tib ketaverasiz. Katta Isuzu'larda esa reglament bo'yicha gaz qo'yilgandan keyin bor yo'g'i 9 tonna yuk orta oladi. Sog' bo'lasizlar. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz.